Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar, bugun sizlarni o'zim bilan ota-onam uyiga olib ketaman. Bugungi vlogim turmushga chiqmasdan oldingi hayotim qanaqa bo'lganligi haqida bo'ladi. O'lkamizda oltin ko'z, hammayoq xazon, barglar to'kilgan. Albatta, kelinlik vazifalarni unutmagan holatda hammayonni sipirib, tozalab oldim. Qatga borishimdan qat'iy nazar, ko'chaga chiqish uchun tayyorlanishimga 1 soat vaqt ketadi. Sochimni qilib bo'yanib, kiyimlarimni kiyib oldim. Bu joy har doim aytadilar, yuzga quruq qo'l bilan bormen deb. Shuning uchun birinchi bo'lib andalsga kirib, kerakli narsalarni olib oldim. Uyga ham kelib oldim. Meni bilmaganlar uchun men mushularni juda ham yaxshi ko'raman. Shu mushugimizni ham 4 yildan beri boqamiz. Keyin uydagilar bilan gaplashib o'tirib, pitsa qildim. Turmushga chiqmasimdan oldin juda ko'p pitsa tayyorlardim. Biz oilada 2 farzandmiz, bir donagina ukam bor. Turmushga chiqqandan keyin bir-birimiz qadrimizga ko'proq yetdik. Ujin qilish uchun mehnat 5 barmoqqa keldik. 2 buvijonim, oyim, men, ukam. Menimcha Toshkent bo'yicha eng mazali 5 barmoq shu yerda qilinsa kerak. Anchadan beri bunaqa ko'chada o'tirmayotgandik. 2 buvijonim, oyim bilan maza qilib suhbatlashdim. Keyin meni turmush o'rtog'im uyga olib ketdi. Uyimizga ham kichkina rozg'orlik qilib oldik. Shu bilan bir kunim tugadi. Agar meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.